Voy, kartoshka piyoz zo'riga dashmaylar mana, zo'ri bor mana. Chorsu bozor sabzavotlar. Tarjimasizmi? Bir bilan tanishtiring obunachilarim. Ha, tanishtiring. Xo'p, ketdik, boshladik. Kartoshka qattiqki bu. Rossiyskiy gala, ichi sari mag'iz, yumshoq qilib beradi. 6000 qilib beramiz, tog'a buni. Bunisichi 7000 so'mdan mesni kartoshka bular. 7000 so'm. Xo'p, endi piyoz Piyoz 3 kilosi 10000 so'm. 10000 so'm. Bunisi 8000 so'm, 2 kilo 8000 so'm. Bu O 6000 dan bular. 6000 so'm. Chesnok Chesnak 30000 kilosi. 30000 so'm. Karom 10000 dan. donasi. Dona bayi. Qizili Qizili ham 10000 so'm. joni hisob bo'lsin. Bunisi Bular 6000 so'mdan sholg'om. voy joni hisob bo'lsin. Sabzilarni ham yeting, sabzilarni jigari. Bu yaxshi bo'lar, mana bu sabzi. 5000 so'mdan tog'a, ko'prog'iga 4000 so'm. 5000 so'm. Bular 2 kilosi 15000 so'm. Ko'prog'iga 6000 so'm qo'yamiz bular. Xo'p. Yana nima qilyapti bizda? Nimalaring bor endi? Bo'ldi hozircha. Qovoqni ichib qovoq. Qovoq kilosi 5000 so'mdan. Mana bu holatga mana kartoshka piyoz sabzavotlarning narxi. Obunachilaringizga kelishtirib qilsa 5 so'm 5 so'm. Og'irroq tortib berasan. Bonuslarimiz bor. Ana bonuslar bilan obunachilar bundan ortiq sharoit bo'lmaydi endi. Akam nomidan kelsangiz bonuslari bor. Bo'pti ukam, xayr. Charchamang, yaxshi etib oling. Xo'p.